Loretto'ning uzoq kutilgan dazmollarini endi siz ham xarid qilsangiz bo'ladi. Hozir ularning funksiyalari va modellarini qisqacha qilib tushuntirib o'taman. Ushbu dazmollarimizning barchasida avto o'chirish funksiyasi mavjud. Ya'ni siz ishlatib bo'lganingizdan keyin o'chirib qo'yishni yodingizdan chiqarsangiz, dazmol avtomatik o'zi o'chadi. Anti-drip funksiyasi. Bilasizlar, ko'pchilik dazmollarda mobildan ko'p suv oqib ketish ehtimoli bo'ladi. Aynan bizning dazmollarimizda suv umuman oqmaydi. Antistatik funksiyasi, ya'ni o'zi ichini tozalab boradi. Bu degani mobillarida ko'p dazmollarda nalyot paydo bo'ladi, oq narsalar paydo bo'ladi. O'sha funksiya bu nalyot paydo bo'lishini oldin oladi va eng muhimi, har bir dazmolimizning tengi keramika. Bu degani kiyimlaringizda juda ham ehtiyotkorlik bilan munosabat ko'rsatadi. Modellariga keladigan bo'lsak, ko'rib turganingizdek, hozirda bizda sotuvda 4 xil zamonaviy modellarimiz mavjud va undan tashqari 2 xil kuchli bug'li professional dazmollarimiz ham bor. Qaysi biri sizga kerak bo'lsa, bemalol o'shani tanlab xarid qilsangiz bo'ladi. Qo'shimcha ma'lumot kerak bo'lsa yoki o'sha xarid qilishni istasangiz, hoziroq 1181 raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki izohlarda plus belgisini qoldiring va biz siz bilan tez orada bog'lanamiz.